Assalomu alaykum aynalar, aka-ukalar. Bir tane like basib, gumburlatib, Gulistonning 3-nasoziga qarab jiberib qo'yasizlar. Mana suratlarini qo'yib o'tamiz. Shu aynamiz o'zimizning barodarlarimizni kidat qilibdi. Bir qancha pullari qolib ketgan. Va yanaki desam, ayna shu bolalarning pulini beringizlar. Gulistonning o'tgan marta chiqarganimizda 4dan degan edik, bu ham 3dan ekan. Men tushunmay qoldim. Shu Guliston faqat mashina Gulistondan chiqadi. Bir sav odam chiqami yo'qmi? Endi Guliston ham katta, Guliston ves Guliston emas. Shu barodarlarimiz xafa bo'lmangizlar. Faqat Gulistonda shu bir normal odam, mana olim ekan, mana bir nima deydi, magazinchi ekan, magazini bor ekan, onisi bor ekan deb biz ham chiqaraylik. Bu yerda 500 ta odam, 1000 ta odam, 2000 ta odam ishlayapti. Shu Gulistondan shol kengar shuning oldiga ishlayinglar deb aytaying men lishni o'zim. Qachon ko'rsam, ko'sini satay Gulistondan mashina. Harramxo'r shaytonning urg'achisi Gulistondan. Bo'ldi, men 3 ta ya 4 ta video chiqarganman. Yavondan 6-nasozdan, 6-savxoz deyman, nasoz deyman shu yoqdan. Qishloq raisiga chiqib ham qishloq raisi aytdi. Az o'zimiz hal qilamiz dedi. Qishloqda jiyib turib maylis qilgan o balalaring kidat qilmasin deb turib. Shu ves Gulistonga da menim gapim talab qo'yasizlar. Qishloqda jiyingizlarda bir maylis qilingizlar. O balalaringga aytinglar, harramxo'rlik qilmasin deb turib. Haz mana shu O'razaning kunida kim agar mana shu harramxo'rlarning uyiga borib turib agar taam yeydi, o haramda o'zi. Luqma haram. Yetdi shoning uyidan bir tegana konfet tiksangizga sap kelib turib balangizga bersangiz, xuddi shuga o'xshagan harramxo'r shaytonning urg'asi gey pedik pidaraz bo'lib chiqadi. Agar gap namaqul bo'lsa gapiringizlar, aytingizlar. Faqat Gulistondan chiqaraman-da. Ho og'ayinlar. Bir durust bo'lingizlar, men chiqarmayin axir. Endi qishloq raislar birtadan jiyib turib, shu haliga harramxo'rlarni shu tip qo'ysa, agar gapirolmasangizlar aytingizlar, jiyib beringizlar, o'zim val urib jo'natib beraman. Ular val urib tarbiya qilaman. Janlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Endi mening gapimga xafa bo'lmangizlar. O'zlaringiz